Aziz birodarlar, bugün biz 5. fevral G'o'lja inqilobi yoki G'o'lja qirg'inchilik o'tgan 27 yil burun o'tgan G'o'ljadagi shu qarindoshlarimizninki shu kunlarni eslab bugun bu yerda yig'ilibdik. Biz şu vaqtlarda en azda qarindoshlarimiz şu Xitoyga to'xta, vatanimdan chiqib ket, bu vatan Sharq Turkiston bizning vatanimiz deb dadillik bilan o'zlarini bayroqlarini, o'zlarining shuarlarini ko'tarib maydonga to'kilgan. Ama 27 yildan keyin hozirgi ahvolimiz qaraydigan bo'lsak, bizning ahvolimiz kundan kunga chekinib orqaga ketib boradi qarindoshlar. Nima uchun biz chekinib keyin ketib boramiz? Buning uchun har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik o'zidan savol so'rash kerak. Ammo shuni tuqamaylikki qarindoshlar, yana bir kechining qancha qorong'ulashgan sari tong otishningki yaqinlashganligining bir ifodasi. Biz bu kecha shu qadar qorong'ulashdiki, hozir biz birisi-birimizga qarayolmadik. Birisi-birimizning ko'zimiz taqab turib qarayolmadik holat keldik. Birisi-birimizga qarash uchun nomus qildigan bir holat keldik. Ammo biz nomus qildik, ko'nglimiz yarim bo'ldi, yuragimiz og'ridi, yuragimiz qanidi deb o'ynashga kirib o'tirmaymiz. Bizga bu kunni, mushu kunni yashatgani birdan-bir Xitoy. Bizni ota-onamizdan ayirgani Xitoy. Bizni shu vatanimizdan ayirib mushalar kelib sarson qilgani Xitoy. Shu otalarimizni, sinallarimizni, onalarimizni dasturni qilgani shu Xitoy. Shu vatanimizni zulm bosgan, vatanimizda dunyoda ko'rilmagan mislsiz zulmlar qilayotgani shu Xitoy. Demak, bizning hayotimiz, bizning nishonimiz, bizning butun borligimiz, bizning birlam dushmanimiz bor. U o'smi Xitoy. Bizning dushmanimiz, bizning ota-onamizning dushmani, bizning bolavoqlarimizning dushmani, bolalarimizning bolalarining dushmani. Biz shuni unutmasligimiz kerak qarindoshlar. Hozir vatanimiz o kadar zulmda yashayotidiki, inshaalloh kunlarning biri vatanimiz Sharq Turkistonda Cumhuriyetimizni qurgandan keyinmi yana bizning dushmanimiz yana Xitoy. Chunki bizning taqdirimiz shu jo'grafiyada yashash, shu vatanda yashash bizga nisb bo'lgan. Vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan keyinmi yana shu qo'shnimiz yana shu Xitoy bor. Uning uchun biz uni har bir zaman xotirjam bo'lolmaymiz. Uning uchun qarindoshlar, biz her bir Uyg'ur düşmanlığını bilish kerak. Balvaqtni yutish kerak. Ballardan ballarga bizningki ömür varit unutmaydigan birlan düşmanimiz u o'smi Xitoy. Bu bilishimiz kerak qarindoshlar. Men bu munosabat bilan Gollandiyada yashayotgan qarindoshlarimiz, 3000 atrofida Uyg'urlar bor deymiz. Gollandiyada faaliyetlerimiz bu Gollandiyaga tunji Uyg'urlarning qadimi basqandan tartib har xil faaliyetlar bo'lyapti. Ko'raturimizga Gollandiyada tashviqot sohasida olsun, taraqqiyot bor. Hukumat bilan bo'lgan aloqa ishlarida olsun, taraqqiyot yaxshi bor. Gollandiyada tunji qilib Uyg'urlarningki muqim yeri bo'ldi, ya'ni Gollandiyada bo'ldi. Undan boshqa Gollandiyada futbol desakmi Gollandiyada bor. Demak, Gollandiyadagi Uyg'urlar hammamiz aktiv bo'lib ketmagan taqdirdami, yanala Gollandiyadagi Uyg'urlarningki o'rtaga chiqqan natijasi favqulodda natijalar bo'lyapti. Buni unutmasligimiz kerak. Albatta bizningki beshimiz kelgan bu kunlarda bizning qilgan ba'zi bir ishlarimiz bizga nisbatan nayt oz ko'rinadi. Chunki bizning dushmanimiz cho'ng, qildigan ishimiz jiq, qilish ishimiz jiq bo'lganligi uchun qilgan ishlarimiz oz ko'rinadi. Ammo lekin bu qilingan ishlarni ko'zdan g'oyib qilsak bo'lmaydi. Gollandiyada nayt cho'ng, yaxshi ishlar obdan bo'lyapti. Bu ishlarni kim qildi? Albatta shu Gollandiyadagi qurilgan tashkilotlarningki boshchiligida bütün halkımızdaki ortak qo'llash bilan bu xizmatlar o'rtaga chiqdi.
Vatanimiz Şarkı Türkistan'ın hizmeti için, bu dava için fakat teşkilatlarının beşide turgan bir neçe adamlar emas. Barlık men Uygur degen. Men şu Şarkı Türkistan'ın oğlanı degen. Her bir insanınki boynudaki üzülmez bir mecburiyet. Bunu da hiç kim kaçıp kılamaydı. Ama bu hizmetlerinki şuncha yaxshi xizmatlar bo'lyapti. Buningdan keyin texmo yaxshi xizmatlarni bo'lish uchun bu tashkilotlarningki o'zaro hamkorlik bilan, o'zaro moslashish bilan, o'zaro shunday umumiy faoliyatlarni o'rtak qilish bilan texmo yaxshi natijalarni chiqarish uchun biz Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqini qurib chiqdik. Bu yillar 2 yildan beri boshlanib xizmatlarni qilgan bo'lsak-mi, hozir resmiy notariusni o'tkazib, bugun hozir shu notariusning imzoni qo'yib, mishaga oldinga keldik. Yani bu demek biz Gollandiyada inşallah resmiy 6 tashkilot bir yerga kelib, ittifoqlashib, ishlarimizni bundan keyin o'rtak hamkorlik bilan qildiganga bir yerga keldik. Ve bu ittifaqniki nima uchun qurildi degan vaqtda bu ittifoq hargizmi tashkilotlarimizning xizmatini to'sqinlik qilish yoki ularningki qilayotgan xizmatlarini oldiga chiqib olish maqsad yo'q. Her tashkilot yani bunun qanday xizmatlarni qilgan bo'lsa, texmi ilgirlab, texmi jonliq, texmi kuchli harakatlarni qilish kerak, ammo faqat biraz hamkorlik bilan, o'zaro moslashish bilan, bir-birimizga yordamlashish bilan bu yerda Uyg'urlarningki bir yer kelganligini, ittifoq ish qilganligimizni, bir qo'lda ish qilganligimizni, qila oladiganligimizni bildirish uchun biz bu yerga keldik qarindoshlar. Bu Gollandiyadagi texmi yani Uyg'urlarningki ortiqchiligi. İnşallah biz Gollandiyadagi bu ittifoqimiz orqali boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'ur tashkilotlar va Uyg'urlarningki bu o'zaro hamkorlashib bir yerga kelib ittifoq bilan shunday bir qo'lda bir yangi qo'l chiqarib xizmatlarni qilishga inshaalloh ulgu bo'lsa deb qaraymiz. Yani birga hurmatli aziz qarindoshlar, bu ittifoqimiz orqali inshaalloh bundan keyingi xizmatlarimizda shunday namoyishlar bo'lsin va yoki umumiy faoliyatlar bo'lsin, o'rtak qilib hammamiz bu davoning oldida turayotgan qarindoshlar qo'lma-qo'l tutib, birisi-birimizdan mustahkam yaqin bo'lib, texmi yaxshi natijalarni chiqish niyati bilan ketib boramiz. Uning uchun mening tavsiya qiladigan so'zim Gollandiyada yashayotgan barliq qarindoshlarningki biz shunda ulgu olaylikki, to'rtimiz bir yerga vaqtda nimishqa u tashkilot uni qilmaydi, nimishqa plani buni qilmaydi deganning o'rniga to'xtab, biz nimish qilyapmiz? Men nimish qilyapman shu vatanim uchun? Mush xalqim uchun nimish qilyapman? Ben bu tashkilotlar uchun nima qanday yordam qilyapman, nima yordam qilmayapman degan buni deyishlar qarindoshlar. U vaqtida bizning ishimizda texmi favqulodda ilgirlashlar bo'ladi. Buningga biz ishimiz. Chunki vatanimiz Sharq Turkistonning davosi uchun har insonning majburiyati bor. Faqat tashkilotlar emas, qarindoshimiz Abdusalom deb o'tdi. Buning uchun hurmatli aziz qarindoshlar, dardimiz og'ir, yuragimiz yig'laydi, yuragimiz qon yig'layotdi. Ammo biz yig'lab o'ltirmasdan bu qiyinchiliklardan chiqish uchun, bu og'ir besimni yengish uchun texmi xizmat bo'lgan ilgilishimizni texmi ilgilaymiz. Agar burun bir qadam mangan bo'lsa, hozir 2 qadam mangamiz. Burun kunda 1 soat vatanimiz uchun vaqt chiqargan bo'lsak, bundan keyin 2 soat chiqaramiz. 2 soat chiqarganlar 1 kun chiqaramiz. Yani bu derdimizni, g'azabimizni vatan millat uchun xizmat qilish orqali chiqaramiz. Xitoyga qarshi turish orqali derdimizni olamiz. Xitoyning zolimni dunyoga bu zulmini ichish bu orqali o'zimizdan derdini olamiz qarindoshlar. Hech bir zaman derdimizni o'zaro bichimizdan, o'zaro oilamizdan, qarindoshlarımızdan ish pishqimizni olmaymiz. Bizning ish pishqimiz bir lan Xitoydan olamiz qarindoshlar. Bizlar bu kun qo'ygan, bu dard qo'ygan, bu hal qo'ygan
Faqatla bir düşman var, o olsun Xitoy. Bizning hech aramizda düşmanligimiz yo'q. Hech aramizda biz-bizimizga yomonligimiz yo'q. Qissagan bo'lsakmi, shuning sababimi yana Xitoy. Ash Xitoy bo'lganlikdan bizga mushunda ba'zan nachar axloqlarni, nachar o'sha tafakkur qilishlarni bizga o'sha Xitoy sabab bo'lgan. Uning uchun biz hayotimizda bütün işimizde birden-bir aldığan derdimiz Xitoy deb bilaylik qarindoshlar. Hammalardan Allah razı olsun. Bugün mushunda soğukda yağmurda turib turibmiz. Vatanimiz uchun bizga nisbatan bu